Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli aka-ukalar, sog'-salomat yuribsizlarmi? Hurmatli obunachilar, e'tibor bergan bo'lsanglar, bizlarni mana shu kanalimizda ko'pincha mana shu Damas avtomashinasi oldi-sotisi bilan shug'ullanamiz. Shuni hisobiga ham bizlar kanalimizning nomiga Samarqand Damas bozor deb nom berganmizlar, hurmatli obunachilar. Bizlarga hozir mana shu 2020 21, 22, 23-yilgi mashinalardan ochiqchasini aytganda yetishmovchilik bo'lib turibdi-da hozirda. Agar mabodo sizlarda mana shunaqangi mashinalar bo'lsa, agar bizlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa o'zimiz naqd pul berib savdo qilib sotib olamiz. Misol uchun yo narxini 100-200 agar kelishmaydigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'zlarimiz misol uchun primoy dehqonga sotib berish imkoniyati ham bor. Nima uchun deganda, meni e'lonlarimni ko'p xaridorlarimiz ko'rib kelishyapti-dagin. Bir mashinani ko'rib kelsa, o'zim xijolat bo'lyapman. Ochiqchasini aytganda, shu bugun ham bir loyishdan kelgan akamiz bilan ham sal tortishib qoldik, ochiqchasini aytganda. E'longa ko'rib kelgan mashinam qani deb so'rayapti. O'rniga boshqa mashina ko'rsatsam, misol uchun xarid qilmayapti. Shu iloji boricha shu 20, 21, 22, 23 gacha bo'lgan mashinalardan bo'lsa, agar taxminan naqd pul berib sizlardan xarid qilish imkoni bor. Bemalol mana shu raqamlarga telefon qilib olib kelsanglar, xudo xolasa naqd pulga sotib olamiz. Mana hozircha ko'rayotgan bo'lsanglar, shu bugunga davr 3 tasi sotildi. Hozir ham yana bittasi savdo bo'lib turibdi, u ham hozir sotilish arafasida. Agar iloji bo'lsa, bizlarga mana shunday yetishmovchilik bo'lyapti-da, to'g'ri tushunasizlar. Endi bu gapimiz bilan butun O'zbekistondagi hamma mashinalarni xarid qilib olamiz degan joyimiz yo'q. Taxminan bir 5 ta 10 tagacha bo'lgan Damaslar kerak. Mana shu haftaning ichida zarur. Nima uchun deganda, o'zlarimiz yetishtira olmayapmiz. To'g'ri tushungan bo'lsanglar, xudo xolasa bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa xalqimizga mana shunaqangi mashinalar topishga, sotishga hissamiz tegsa, bizlar ham xursand bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, sog'-salomat. Mana shu yerda o'zi e'tibor bersanglar, mana shu yer to'la mashina bo'lib turar edi. Mana shu bugun 3 ta sotildi va yana o'z tashqarida bitta sotildi. Sotilish arafasida xullas savdo bo'lib turibdi. Agar iloji bo'lsa, shunaqangi 20, 21, 22, 23 gacha bo'lgan avtomashinalar bo'lsa, xudo xolasa savdo qilib olamiz. Bizlarning manzilimiz shu, hurmatli obunachilar, Samarqand shahar Sagdiyana yangi yo'lda mana shu ushbu savdolarimiz bo'lib o'tyapti. Bemalol kelib murojaat qilib, naqd, nasiya, barterga bizlardan xarid qilishingiz mumkin. Hozir mana mashinamiz ham hozir savdo bo'lyapti. Xullas savdomizga kutib qolamiz. Bemalol kelaverasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar.